Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomiz sal boshqacharoq bo'ladi. Bu video nima haqida? Kafe do'konimizni hozir tashqarida turgan kafelarni, ichkariga turgan kafelarni, yana skladimizga turgan kafelarni birma-bir ko'rsatamiz. Kafelarni qaysi tarzda ko'rsatamiz? Kafelarni, rasvetkalarini, o'lchamlarini, buni qanaqaligini, qayerdan kelganligini, masalan, sanuzilga qanaqa kafel terilishligini yoki oshxonaga qanaqa kafel terilishligini yoki zinapoyalarda yoki yana qanaqadir joylarga kafel qanaqa terishligini o'lchamlarini birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, hozir tashqarida turgan kafelarni ko'rsatgan bo'lsak, bu yerda shunaqa rasvetkadagilari bor. Bular asosan 60 ga 120 bo'ladi. Xo'p, qolaversa buni mana bu yerda yana boshqa xil o'lchamdagilar ham bor. Ko'rishingiz mumkin, har xil rasvetkadagilari. Bular asosan yuzi glyansiy va har xil rasvetkadagilar bo'ladi. Mana ko'tarib ham ko'rsatib beraman. Oq, qora, mana bunaqa yashil, jigar qo'shilgan va bu yerda marmarsivon, plus har xildagilar bor. Bular asosan 60 ga 60 bo'ladi. Bular adashmasam Rossiya kafellari juda ham sifatli hamda juda ham mustahkam kafellardan bo'ladi. Bularni pol uchun bemalol tersangiz bo'ladi, devor uchun ham bo'ladi. Va mana bu yerda Xitoy kafellar bor, adashmasam. Bu ham matviy, bularni ham pol uchun tersangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli va yaxshi ko'rinish beradi. Bu yerda ham pol uchun kafellar bor. Bular ham chiroyli chiqadi, lekin yosh bolali va yoshlari kattaroq bo'lgan xonadon egalari bo'lsa, terishni maslahat bermaymiz. Nimaga? Chunki bu sirpanish ehtimoli yuqori bo'ladi. Yiqilib ketishlari mumkin yoki qaltis holatlar bo'lishi mumkin. Undan ko'ra mana bunaqa matviy variantlarni polga terishni maslahat beramiz. Yiqilib ketmaslikka, yuvgan paytlarda ham, suv paytlarida ham sirg'ilmasdan yaxshi ushlab turishga sizga yordam beradi. Yaxshi ushlab turadi. Xo'p, bu yerda yana bitta kafelimiz bor. Ichkarida hali ko'p. Hozir ko'chadagi hammasini ham ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana bu yerda Toshkent kafelari bor. Bu o'zimizni juda ham yuqori sifatdagi kafelardan bittasi desak ham adashmaymiz. Chunki bu keramik granit bo'ladi. Oddiy kafelarni 600-500 gradus issiqlikda tayyorlansa, bu kafelarni 1200 gradus issiqlikda tayyorlanadi. Bu juda ham qattiq va pishiq kafelar bo'ladi. Buni asosan katta-katta zavod, korxonalarni klips yordamida fasadni devorlariga shu kafelardan tersangiz bo'ladi. Nimaga? Chunki bu ham issiqlikka, sovuqlikka, masalan, yomg'irga, qorga, har xil xullas 4 ta faslga ham chidamli bo'ladi. Hech qanaqa, masalan, nam ko'tarmaydi yoki sho'r ko'tarmaydi. Shularga hammasiga bardoshli bo'ladi. Shunaqa qattiq joylarga buni terishni maslahat beramiz. Xullas, bu qator shunaqa Toshkent kafelaridan bo'ladi. Hozir endi ichkarida ko'rsatamiz. Ichkarida ham bir-biridan chiroyli va sifatli kafelarni ko'rsatamiz. Xo'p, bu birinchi xonamiz. Kafel do'konimizga jami 4 ta xona bor. Hammasida kafellar, laminatlar birma-bir joylashgan. Hozir bir boshidan boshqa xonalarni ham, bu xonalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Kiraverishingizda bu yerda 60 ga 60 Eron kafelari joylashgan. Bular ham juda ham pishiq va sifatli kafelar bo'ladi. Yuzi matviy, sirpanmaslik uchun, pol uchun mo'ljallangan kafelar bo'ladi. Xo'p, undan tashqari mana bu yerda alohida ajralib turgan Marokkanskiy kafelar joylashgan bo'ladi. Buni ko'pincha gostinitsalarda, ya'ni mehmonxonalarda olib bu kafeldan o'rnatishadi. Chiroyligiga rostdan ahamiyat bering. Xo'p, bu yerda parkentlar bor. Bu parkentlar taxtadan ishlangan bo'ladi. Sifati juda ham yuqori. Bu ko'pincha zakazlar, ya'ni buyurtma bilan olib kelamiz. Buni mijozimiz ko'rishadi. Agar yo'qsa, shu rangi, shu rasvetkasi yo'qsa, buyurtma qilishadi. Keyin biz buni boshqa joyga buyurtma qilamiz. U bir hafta ichida keladi. Buni kvadrati taxminan 250 ming so'm atrofida chiqadi. Buni ham har xil ranglardan bor. Xullas, juda ham sifatli parkentlar bo'ladi. Undan tashqari bu yerda laminat bor. Bu laminatni ajratib turadigan joyi 1-2 talshinali bo'ladi. Juda ham pishiq, yaxshi sifatli bo'ladi. Bu adashmasam 160 ming so'm shunaqa atrofida kvadrati chiqadi. Bu narxlar taxminan aytyapman. Buni yana ko'rishib, mijozlarimiz bilan gaplashib, savdolashib olishadi. Xullas, ikkinchi qatorga keladigan bo'lsak, bu yerda laminatlar joylashgan, bu qator orqa qism. Xo'p, bularning talshinasi 0.8 bo'ladi. Bular narxi 60 ming so'mdan boshlanadi kvadrati. Buni har xili bor, buni sintefonlari ham bor, plus buni ham o'zingizni didingizga moslab, ranglarini ko'rib, uyingizni rangiga, devoriga moslab, xullas hamma mijozlar har xil qilib o'ziga moslab olishadi. Tepa qatorda ham bor.
ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham sifatli va hamyonbop laminatlardan bo'ladi. Mana yon tomonlarda ham bor, ustki qatorda ham bor. Bularning barchasini o'zingizning didingizga moslab bemalol olishingiz mumkin. Qolaversa, mana bu o'rtaga joylashgan lesinsa, ya'ni zinapoyalar uchun kafelarimiz ham bor. Buni ham har xil rasvetkasidan bor, har xil ranglaridan bor. Xullas, buni ham o'zingizni uyingizni dizayniga moslab, o'zingizning didingizga moslab olishingiz mumkin. Bularni o'lchamiga keladigan bo'lsak, mana bu ustki, ya'ni tepagi qismi zinapoyani bosib chiqadigan joyingiz 1.20 ga 35 o'lcham bo'ladi. Mana bu yon tomoniga, ya'ni pastki tomonga yopishtiradigan joyi esa komplektida 1.20 ga 20 o'lcham bo'ladi. Xo'p, buni ham ranglaridan bor, buni ham har xil rasvetkasidan bor. Qolaversa, bu yerda traplar bor. Traplar Coer brendiga tegishli, buni ham har xildan bor. Ya'ni uzun kalta va katta kichik, ranglari qora, seri. Buni ham masalan mana bu yerda joyi bor, kafel uchun moslashgan. Ya'ni bir xil mijozlarimiz kafel qo'ymoqchi bo'ladilar, sanuzellariga yoki suv boradigan joylarga trap qo'ymoqchi bo'ladilar. To'g'rirog'i, trapdan suv ketishi yaxshi bo'lsin, lekin trap qo'yilgani bilinmasin degan mijozlarimiz ham bor. Ya'ni uyni dizayni buzilmasin. Ya'ni bir xil hamma joy rang kelyapti, o'rtada trap qo'yilgan, yaqqol ko'rinib turibdi. Shunaqa yoqmaydi. Bir xillarga hamma joy minimalizm ko'rinishda bir xil ko'rinsin degan obunachilarimiz uchun shunaqa traplarni tavsiya etamiz. Chunki bularni o'rtasida mana shunaqa bo'sh joy bo'ladi. Xohlasangiz mana shu temirni teskari qo'ysangiz, trapni o'zi turadi. Agar bu tomonlama, ya'ni shu turishida qo'ysangiz, o'rtasida kafel qo'yish uchun joyi bo'ladi. Shu o'lchamga kafelni qirqib qo'ysangiz, bir xil hamma joy ko'rinishda, minimalizm ko'rinishda chiroyli bo'ladi. Ya'ni dizayni bir xil bo'ladi. Xo'p. Aytib o'tganimizdek, bu tomon hammasi laminat va bu yerda yana kafelarimiz bor. Bu kafelarimizni o'lchami 1.20 ga 20, adashmasam. Bu Eron kafelari bo'ladi. Ko'pincha taxtaga, tabiiy taxtalarga o'xshaydi. Buni ham ranglari har xil, rasvetkasi har xil, sifati juda ham yuqori. Pol uchun, devor uchun tersangiz, namga masalan har xil sho'r olishiga, bularga hammasiga chidamli bo'ladi va matviy bo'ladi. Sirg'ilmaslikka ham qarshi. Ya'ni sirg'ilmaydi. Bundan tashqari bu yerda har xil sapajoklar bor. Sapajokdan tashqari mana bu yerda sopol deyiladi, shunaqa narsasi bor. Bu Versace variant bo'ladi. Buni ham alohida o'zini olsangiz ham bo'ladi. Yoki sapajoklarni yoki buni. Xullas, bu yerda ham har xil ko'rinishdagi, har xil dizayndagi sapajoklarni ko'rishingiz mumkin. Va bunaqa kafel kesish uchun kafel kesadigan kafelar reskalar ham bor. Buni ham o'lchamlari har xil bor. Ustakalarimiz uchun o'zlariga moslab olishlari mumkin. Menimcha bu xonadagi laminatlarni, kafellarni va mahsulotlarni ko'rsatib berdik, qo'ldan kelgancha tushuntirib berdik. Endi esa keyingi xonalarni ham o'tamiz. U yerda ham har xil kafelar bor, har xil mahsulotlar bor. Ularni ham birma-bir ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Mana bu xonada ham juda ham bir-biridan yorqin, glansviy, matviy, o'lchamlari har xil bo'lgan kafelarimiz joylashgan. O'zi kirishingiz bilan, tepadagi chiroqlar bilan, kafelarning chiroyliligi bilan juda ham ko'zingiz qamashib va bir-biridan chiroyli kafelarni ko'rasiz. Bu yerda ham o'lchamlari har xil. Masalan, bu yerda 30 ga 90, yuzi to'lqinsimon shunaqa shaklli kafelarimiz bor. Shu kafelni yuzi teksi, ya'ni yuzi glansviy kafelli bor. Buni ham razmeri 30 ga 90. Shu kafelni yana pastida mana shu kafelni boshqa xil rasvetkasida bor. Buni ham bemalol olib, masalan, kuxni, ya'ni oshxonalarda yoki devorlarda ustakalarimiz yaxshi bilishadi. O'zingizning usta tanishlaringiz bilan bemalol shularni ham maslahatlashib olsangiz bo'ladi. Buni kvadrati 145 ming so'm ekan. Bu Eron kafelari bo'ladi. Juda ham pishiq va kalyoniy kafelardan bo'ladi. Xo'p. Ikkinchi kafelar, bu kichik kafelar bo'ladi. 30 ga 30, 61 ming so'm ekan. Buni kvadrati. Buni yuzi matviy, tepadagisi esa marmarsimon bo'ladi. Yuzi matviy va dag'ar bo'ladi. Yaqinroqdan ko'rsangiz o'zi bilinadi. Tekis emas. Yuzi xuddi bruschatka, ya'ni toshlarga o'xshagan shunaqa bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari bunaqa rasvetkasi bor. Buni ham masalan sanuzelga yoki devorlarga, shunaqa joylarga tersangiz bo'ladi. Bu yerdagi kafelarning barchasi 30 ga 30 o'lchamdagi bo'ladi. Matviy, ya'ni bularni barchasi matviy ekan, sirpanmaslikka qarshi. Xo'p,
undan tashqari bu yerda pol uchun mo'ljallangan kafelarimiz bor. Bular glyansiviy, bularni o'lchami 60 ga 60 bo'ladi. Xo'p, seri, oq, qolaversa bu yerda kletka va toshsimon kafelarimiz bo'ladi. Xullas, bu xonamizda ko'pincha 30 ga 80 va 30 ga 60, 60 ga 60 shunaqa kafelar bilan jihozlangan. Ko'pisi matviy, mana bu yerda oshxona uchun mo'ljallangan kafelarimiz bor. Bu yerda shunaqa choy, shunaqa shirinliklarni tasvirlab qo'ygan. Shunaqa rasvetkali kafelarimiz bor. Xo'p. Va bu yerda yana boshqa rasvetkalarimiz bor. Tepada mana naqshli, Versace va seri, bu yerda shunaqa seri, paseri shunaqa kafelarimiz bor. Qolaversa bu yerda oppoq, bir xil rangli, buni o'lchami 30 ga 45. Xo'p, bundan tashqari bu yerda seri kafelarimiz bor. Mana Versace'ni boshqa xil varianti ham bor, rasvetkasi boshqa xilligi. Mana bu yerda yana bir xili bor. Pastda pol uchun mo'ljallangan matviy yuzi marmarga o'xshagan kafelarimiz. Xullas, bu xonada shunaqa kafelar bor. Hozir keyingi xonani ko'rsatamiz. U yerda bir-biridan chiroyli kafelar joylashgan. Asosiysi o'zbek kafelar keyingi xonamizda bor. Bu yerdagi kafelar asosan Sirdaryo hamda Toshkentning kafelari bo'ladi. Xo'p, ko'rib chiqqanimizdek, bu yerda pol uchun va devor uchun kafelar joylashgan. Hozir keyingi xonani ham ko'rsatib o'tamiz. Bu keyingi xonamiz, ya'ni 3-xonamiz bo'ladi. Bu yerdagi kafelar ham bir-biridan chiroyli, assortimenti juda ham ko'p. Xullas, har xil rasvetkadagi kafelar bo'ladi. Orqa tomondan boshlaydigan bo'lsak, bu yerdagi kafelar Toshkent kafelari, o'lchami xo'p 1.20 ga 60 bo'ladi. Buni yuzini qarang, matviy marmarga o'xshab juda ham chiroyli ishlangan. To'g'risi, menga juda ham yoqqan. Mana bu kafel, bu va mana bu kafelar juda ham yoqdi. Buni yaqindan ko'rsangiz ham, o'zi tegib ko'rsangiz ham qo'lingizga shuna seziladi. Ko'rinishidan ham, turishdan ham juda ham chiroyli va sifatli kafelliklari bilinib turadi. Xo'p, buni ko'pincha pol uchun olsangiz ham bo'ladi, devor uchun olsangiz ham bo'ladi. Bu matviy sirg'anmaslik uchun yaxshi ishlab chiqarilgan. Mana bu yerda yana bitta jigar rangidan bor, jigarni ochiq rangidan bor va bu yerda молочный va bu yerda молочный rangidan va to'q seri, ochiq seri va pastda oppoq kafelarimizdan bor. Undan tashqari qora glyansiy yuzi polirovka bo'lgan qop-qora kafelarimizdan ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari shunaqa qora kafelni pastida mana bunaqa ozgina olovrang naqsh o'tgan kafelarimiz ham bor. Pol uchun bu yerda kafelar bor, bir-biridan chiroyli. Mana pol uchun ko'rishingiz mumkin. Olovrang bilan jigar qo'shilgan juda ham chiroyli kombinatsiya bo'lgan. Yaqinroqdan bitta ko'rsangiz, mana bu yerda yana bitta fichkasini ko'rsataman. Ham qattiq kafelarimizdan. Mana bunaqa qilsangiz qirilmaydi. Yuzini ko'rsangiz qirilmaydigan juda ham kalyonli kafelarimizdan bo'ladi. Olov ham sachrayapti. Mana bu kafelar ham shunaqa. Bu serining ochiqi bor. Xullas, bular ham pol uchun juda ham chiroyli. Masalan, darvozaxonalar uchun yoki qanaqadir uyingizga kirganingizda ichkarida hovlilar uchun tersangiz ham juda ham chiroyli va hashamatli chiqadi. Muhimi, sizga chidab beradigan kalyonli kafelar bo'ladi. Ustida masalan mashina bilan o'tishingiz mumkin yoki bir narsa tushib ketishi mumkin. Shularga asosan chidamli bo'ladi. Xo'p, bu yerda shu kafelarni, ya'ni Toshkent kafelarini glyansiy varianti bor. Oq, seri, ham dizayni har xil, rasvetkalari har xil, ham seri to'qi bor, yuz marmarsimon. Xullas, bu qatorni hammasi glyansiy bo'ladi. Razmer aytib o'tganimizdek 60 ga 120 kafelar bo'ladi. Xo'p, pol uchun kafelarni ko'rsatib o'tdik. Bu devorimizda ham glyansiy, buni ham har xil rasvetkalardan joylashgan. Bular ham o'zbek kafellari, aytib o'tganimizdek 120 ga 60 va mana bu yerda yana bir boshqa xil dizayndagi kafelarimiz bor. Bu yuzi taxtasimon bo'ladi. Tabiiy taxtaga o'xshab turadi, lekin bu kafel 120 ga 60 bo'ladi. Buni ham har xil pollar uchun olsangiz bo'ladi, kattaroq masalan binolar uchun, zallar uchun, shunga o'xshagan joylar uchun tersangiz bo'ladi. Devor uchun ham tersangiz bo'ladi, pol uchun ham tersangiz bo'ladi. Pol uchun terishingizning sababi nima uchun? Chunki bular matviy bo'ladi. Eng asosiysi sirpanmasligingizni ta'minlab turadi, sirpanishga qarshi va kalyonli va chidamli kafelardan bo'ladi. Sirpanmasligi muhimroq o'rinda, chunki uyda yosh bolalar hamda yosh kattalar bo'ladi. Shuning uchun
bu kafelarimizni tavsiya etamiz. Va bu yerda yana pol uchun kafelarimiz bor. Buni ham o'zi bu yerda kletka qilib terib qo'yishgan, qanday terilishini ko'rsatilgan holatda va shunaqa kafelarni bu yerda har xil rasvetkasidan qilib qo'yishgan. O'zingizni tabingizga, didingizga, uyingizni dizayniga moslab olishingiz mumkin. Har xil rangdagi va har xil rasvetkadagi kafelarimizni bu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, asosan shunaqa 120 ga 60 kafelarimiz bu yerda joylashgan. Bu yerdagi endi do'konni o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, devorlarimiz atayin qoraga bo'yalgan. Nimaga? Chunki kafelarni yaxshiroq ko'rishingiz uchun, qanaqa kafelni sizga yoqishini bilishingiz uchun, yaxshi atrajat qilish uchun shunaqa fon berilgan. Xo'p, bu yerda kuler bor, masalan, bu yerda choy bor. Bu yerda mijozlarimiz o'tirib, o'zlariga yoqqan kafelni ko'rib, hisob-kitob qilib, masalan, necha kvadrat kerak yoki qanaqa dizayn olsam bo'ladi, shularni bu yerda sotuvchilarimiz bilan, konsultantlarimiz bilan kelishgan holatda xohlagancha kafellardan xarid qilishlari mumkin. Xullas, bu yerda kafellarni maslahatlashib oladigan joy uchun shunaqa mijozlarimiz uchun joy qilib qo'yganmiz. Hozir keyingi xonalarga ham o'tamiz. Bunaqa video qilishimizdan maqsad qanaqa? Masalan, bir xillar bor, ishlari juda ham ko'p. O'zlarining ishlari bilan band bo'ladi, do'konga chiqishga vaqt yo'q, mahsulotni xarid qilishga, tanlashga vaqtlari yo'q. Ular ishlari ko'p, masalan, yoki viloyatdan viloyatga yuradilar yoki boshqa davlatda bo'lishlari mumkin, o'zlari musofir holatda. U yerda masalan pul yig'ganlar, pul ishlab qo'yganlar, uylarni remont qilmoqchilar, lekin qayerdan olishni bilmayaptilar, o'zlari chet elda, uydagilariga masalan olib kelishga, o'g'ri qilishni xohlamaydilar. Shunaqa holatlarda bu yerdan ko'rib, videoni ko'rib, usta tanishlari bo'lsa yoki o'zimizga qo'ng'iroq qilib, shu mahsulotlardan xarid qilishlari uchun shunaqa video qilyapmiz. Hozir keyingi xonamizga ham o'tamiz, undan keyin sifatimizni ham ko'rsatamiz. Va nihoyat oxirgi xonamizni ham ko'rsatamiz. Bu yerda ham ko'plab kafelar joylashgan, orqada fugalar. Hozir birma-bir tushuntirib o'tamiz. Mana bu devorda hozir ko'rib o'tgan 60 ga 120 kafelardan bu yerda ham joylashgan. Buni farqi qanaqa? Yuzi zarli bo'ladi, tillarang yugurtirilgan shunaqa naqshli kafelarimiz bo'ladi. Buni ham har xil rasvetkasidan bor. Buni ham tabingizga moslab, o'zingizning didingizga moslab, uyingizning dizayniga moslab xarid qilishingiz mumkin. Har xil rangdagilar bor. Mana kafelar eskani boshqa varianti bu kattaroqdan. Buni ham usta akalarimiz xarid qilsalar bo'ladi. Bu yerga ham pol uchun kafelarimizdan bor. Adashmasam bu ham 60 ga 60 kafelar bo'ladi va bu yerga tayyor qilib qo'yishgan. Masalan, bitta kuxnya uchunmi yoki bitta xona uchun mos qilib bu yerda shunaqa kafel qilib qo'yishgan. Bu ham kalyon bo'ladi va sifati ham, ko'rinishi ham juda ham chiroyli bo'ladi. Orqamizda ham zarli kafelar joylashgan O'zbekiston kafellari bo'ladi. Yana bir bor aytib o'tamiz. Bularning asosan barchasi juda ham pishiq va kalyonni bo'ladi. Xo'p, buni ham razmeri 120 ga 60. Buni kvadrati har xil. 109 ming so'm bor, 120 ming so'm, 128 ming so'm. Rasvetkasiga qarab 85 ming so'mga ham bor shunaqa kafelarimizdan, 120 ga 60 kafelarimizdan. Va bu burchakda kafel uchun uголокlar joylashgan. Temir uголок bo'ladi bular. Masalan, zanglamaslik uchun nержавейка shunaqa uголокlar bo'ladi. Buni ranglari, o'lchamlari har xil. 1 ga 1, 1,5 ga 1,5, 2 ga 2. Tilla rang bo'ladi. Tilla rangni ochiq rangidan bor, to'q rangidan, mis rangidan bor, seri, qorani glyansviy, matviy, xullas har xil uголокlar ham shu burchakdan topishingiz mumkin. Bu yerda ham pol uchun kafelarimiz bor va kassani orqasida kafel kesish uchun usta akalarimiz uchun har xil disklar, krestiklar, bu yerda maktovitsalar, metr va mana bunaqa fugalarni surtish uchun instrumentlar mavjud. Xo'p, qolaversa, bu yerda germetika fugalar bor, germetika emas, fugalar bor. Nura brendiga tegishli. Bular ko'pchilik usta akalarimiz yaxshi bilishadi, sifatini qanaqaligini, suv o'tkazmasligi bilan mashhur bo'lgan fugalarimiz bor. Xo'p, pastki qatorda gruntovkalar, mana bu pastda chelaklik fugalarimiz bor. Xo'p, bu yerda clean rezba shunaqa narsalarimiz bor. Bu yerda shu kafel terish uchun moslashgan va kafel terishga kerakli bo'ladigan masalliqlarimiz bor. Va bu yerda gidrizol bor, ko'pchilik bilgan Knaf brendiga tegishli 5 kilolik gidrizollarimiz bor. Bu suv o'tkazmasligi uchun shu mahsulotdan foydalanishni tavsiya etaman. Bu chunki masalan, sanuzil terayotgan paytingizda boshqa xonaga nami, suvi o'tib ketmaslikni sizga ta'minlab beradi. Buni faqat sanuzil emas, oshxonalar yoki har xil podvallar uchun yoki katta-katta basseynlar uchun qo'llasangiz ham bo'ladi. Fugani ham har xil brenddagisi va har xil rangdagilardan bu yerdan topishingiz mumkin kafelingizga moslab. Qolaversa, pastda bu yerda kafelli klelar bor, Eleron, Benefit,
Megamix, Extra va aslan ko'pchilik ishlatadigan, ustakalarimiz biladigan kafening kleylardan topsangiz bo'ladi. Xo'p, do'konlarimizni yaxshi hammasini ko'rdik. Endi esa skladimizni ko'ramiz. Ko'pchilik mijozlar o'ylashadiki, masalan, kafel xarid qildimki, skladlari boshqa joydami? Ya'ni shu yerdagi rasvetka xohlaganlarini oladilar, keyin mashina boshqa joyga borib ovora bo'lishmaydimi degan savollar bo'ladi. Xo'p, bizda bunaqa ovoragarlik bo'lmaydi, xudo xolasa. Do'konimizdan mijozlarimiz kafellarni, o'zlariga yoqqan kafellarni xarid qiladilar va skladimizga borib shu yerni o'zidan olishlari mumkin. Xullas, skladimiz uzoq joyda joylashmagan. Hozir buni ham ko'ramiz. Ichkarida joylashgan. Xullas, ko'rib turganingizdek, skladimizni ham uzoqda joylashmagan. Shundagina do'konimizdan, ya'ni kafel do'konimizdan kelaverishda yon tomondan kelsangiz, orqa tomonda skladimiz joylashgan. Bunday qilishdan maqsad, ya'ni mijozlarimiz ovora bo'lmaslar deb shunday yaqinga joylashtirganmiz. U yerda ko'rgan, o'zingizga yoqqan rasvetkadan xarid qilganingizdan keyin bu yerdan xohlagancha kvadrat yoki xohlagancha miqdorda bu yerdan sizga do'konimizdan, ya'ni skladimizdan sizga mashinaga yuklab beramiz va manzilingizga yetib beramiz. Yana bitta gap, bu yerda masalan siz qaysidir kafeldan ko'p miqdorda xarid qildingiz, uni masalan kesib berish xizmati kerak. U kattaroq kafel, sizga yoqqan kafelning rasvetkasi siz qo'yadigan joydan kattaroq o'lchami. Sizga kichikroq o'lchamga kerak yoki qaysidir o'lchamga kesib berish kerak. Bunaqa xizmatimiz ham bor. Sizga aytgan kafelingizni va aytgan o'lchamingizda kesib ham beramiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like, kommentariy qoldirishingizni kutib qolamiz va kelasi video qanaqa ko'rinishda bo'lsin, sizga qanaqa foydasi tegadigan video qilsak, sizga ko'proq foydasi tegadi, ko'proq ma'lumot olasiz yoki qanaqadir narsalarni bilib olmoqchisiz, o'shalarni kommentariyada yozib qoldiring. Biz qo'limizdan kelgancha shunaqa video qilib sizlarga manfaatli video qilishga harakat qilamiz. Xullas, bizni kuzatishda davom eting. Hali bu boshlanishi.